Smartfonlarni kunlik narxlari sizlarga qiziqarli bo'lsa, ushbu videoda ko'ringlar. Har kungi stabil narxlar, eng sifatli smartfonlar House Mobile tarafidan sizlarga taqdim etiladi. Bugun kolleksiyada bu modellarimizning ichida sizga eng so'nggi modeldan tortib, eng arzonchi modelgacha taklif etaman. Xudo xolasa Galaxy S25 Ultra Jet Black rangi 940 ga ham qilib berishga tayyorman. Yangi 840 ga beraman, hurmatli obunachilar. $840 Galaxy S25 Ultra Dubai varianti. S22 ni yumshoq binafsha rangda sovg'a uchun ixcham va ko'rkam, uzoq yillik tanlov, haqiqiy tezkorlik $285 evaziga. Biz Galaxy S24 Ultra smartfonlarini eSIM-largacha o'tkazib qo'ydik. Ya'ni 4 ta 5 ta sim kart ilovasiz bo'ladi. Violet titanium, natural titanium, zamonaviy uslub $685 tashkil etmoqda. Bizda har bir smartfonga katta kafolatni, yuqori sifatni, samiklarni sizga borayotgan smartfonga qo'shib ishonch yuboramiz va uzoq yillar o'zingizdan faxrlanib yurasiz. Men zo'r smartfon oldim House Mobile'dan. O'rtoqlar smartfon mo'l bo'lsa ham shu House Mobile'dan olgan, baraka topasan deb aytishingizga 100% kafolat bera olamiz. Chunki bizning smartfonlarimiz sifati shunga yarasha. S23 Ultra'ni bunaqa ideal yonlarida salafan holatda bitta ham nuqtasi yo'q variantini siz ko'plab magazindan xarid qila olmaysiz. Chunki yo'q. Shaxsan o'zim shunaqa smartfonlarga qiziqaman, lekin zarur bo'lgan paytda bunaqa idealni topa olmayman. Va narxini sizga hozir $565 evaziga 512 talisini taklif etaman. Note 20 bu oddiy smartfon emas. Bu Note seriyaning so'nggi avlod modeli va bu smartfonni aynan hozir sizga chegirma narxda qilib beraman. Hurmatli obunachilar, bronziy rangda va islomiy yashil rangda. Bu ranglar shunaqangi yoqimli ekanki, ko'rib odam ko'zi quvonadi. Va bu smartfonlarni $245 dan eng mukammal variantlarni taklif etaman. Salafanlari darja olinmagan, xuddi yangidek holatda Samsung Galaxy S20 modellarimizning gray ranglari. Oddiy smartfon emas. PUBG'da ham 90 FPS ochadi. Game Edition smartfon. Dunyoning eng tez ekran dinamik AMOLED 2X $225 ga ixchami, sal kattaroq 23 Plus $255 qilib beraman. A+ segmenti Galaxy S23 Plus islomiy rangda, xuddi yangidek, bu ham katta bo'lmagan, kichik bo'lmagan, qo'lga yoqimli o'rnashuvchi premium segmentdagi model. Narx $410 ga. Bizda sifat bo'yicha hisob kitob qilinsa, narx bo'yicha hamma magazinda yengib ola olamiz. Chunki biz optim narxda o'zimiz olib kelamiz va o'zimizning qo'limizdagi telefonlar eng arzon narxda. Ilk bor sizga S10 Plus'ni oq rangini 512 ham 128 tasini bir xil narxda 185 dan qilib beraman. Ideal darajada, ideal holatda qaranglar, xuddi yangidek, nuqtasi ham yo'q. A+ segmentda 100 ta telefon ishlab chiqsa, bitta chiqadigan modellar. iPhone'lar videoda so'ngida zo'r chegirma bo'ladi, hurmatli obunachilar. Galaxy S21 shunaqangi yoqimli uslubga ega bo'lgan, yoqimli zamonaviy ranglarda $230 dan super chegirmada taklif etaman. S23 Ultra'ni 512 talik hamda 256 lik varianti $549 ga $565 ni tashkil etayotgan bu S23 Ultra haqiqiy premium segmentda, haqiqiy moshni smartfonlar. Atiga $115 evaziga Samsung Galaxy A15. Siz uchun shunaqangi yoqimliki, shunaqangi moshniki, gap so'z bo'lishi mumkin emas, yoqishiga 100% kafolat beramiz. 23 Ultra'ni Dubai variantini 510 qilib beraman. Koreyadan kelayotgan Petnoli varianti ham 510 kelyapti o'zi. Bugun men sizga Dubai variantini qilib beraman. iPhone 11 ni 128 93, 128 96, 93% 270, 96 250, 260. Nega 260? $10 arzon, batareykasi baland bo'lgani bilan salgina chexolnizi bor. Anonsi esa A+ holatda. 128 99 $590 ga iPhone 13 Pro Max ni haqiqiy yangisi. Tasavvur qiling. Men aytayotgan narx butun O'zbekistonda yo'q, butun Esengida yo'q. 14 Plus o'zi iPhone 13 narx 410 bo'ladi. Buni narx $429 ga iPhone 14 Plus 14 ham bas, hurmatli obunachilar. iPhone 14 Pro Max ni 128 GB 95% $710 ga iPhone 16 Pro Max 256 $1110 ga natural rangda, yangidek holatda, premium segmentda va iPhone 16 Pro Max kuchli taklif ila 256 94% haqiqiy ideal holatda. iPhone 17 Pro Max'larimiz $1675 dan super arzon narxda O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beramiz.
va men sizlarga iPhone 12 mini 128.91% narxi $235, iPhone 13 128.86%, 128.87% haqiqiy yangidek zo'r sostoyaniyada, narxi esa chegirma narxda $325 evaziga. Hurmatli obunachilar, iPhone 12 Pro'ni $340 128 GB 95%, iPhone 13 Pro Max bunaqa yangisini men ayta olaman. Siz hech qayerdan topa olmasligingizga ishonaman, chunki bu o'ta ideal plus holatda 98 128 $575, 128 95%, $429 iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max radnoy holatda 256 86%, $340, iPhone 12 Pro'lar 128 97% yangida $370, iPhone 13 Pro'ni $475 desert rangda 128 94% holati yangida eng zamonaviy uslubda 256 GB 98% iPhone 14 Pro bunaqa yangisini men to'g'risi ko'rmaganman. Yonlari ham shunaqa yaltillab turibdi. Odam hayratga tushadi. Bu smartfon meni nazdimda ishlamagan smartfon. Narxi esa chegirma narxda. Xo'p, $635. $690 iPhone 5 Pro Max. Hurmatli obunachilar, 15 Pro ni o'zi. Hurmatli obunachilar, bu smartfonlar bizni birinchi filialimiz emas, asosiy filialimiz. Endi Telegramga qo'yamiz bu telefonni, u do'kondagi telefonlarni, hozir chunki ulgurmay qolamiz. Do'konni ochishimiz kerak. Soat millarimiz 8 bo'lyapti. Do'konlarimiz soat 8:00 dan kechki payt 11 gacha muntazam ravishda dam olish kunlarida ishlashadi. Va biz sizni albatta bu smartfonlardan rozi qilgan holatda sizdan iltimos qilib qolaman. Pastda Telegram havola bor. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Biz bilan qoling. Biz sizni ishonchingizni oqlaymiz.